Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi Uyghur qarindoshlarım, hammalarninki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq Istanbuldan sizlarga Allohninki go'zal salami, jannat salami bo'lgan Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan birlikda Tedbir Neşriyat tarafımızdan neşr kılıngan Erkin Sıdık yazmaları 5. kısım kitabı Galiplarının karakteri ve savakları degan kitaptın Tedbiriyay sin dersleri 4. dersimizde psikologik uruşninki 4 jon qadam bosqichi degan temini birlikte öğrenip bütümüz canım dostlar. Qo'limizdan keladigan boshqa bir ish hozircha mening qo'limdan keladigan cho'ng bir ish yo'q. Shundaqda men o'zimningki ovozi, interneti, meni iPad'i, undan keyin biz bosgan kitob, erkasilik akamiz o'zi yozgan, o'zi bosuvgan, bizni setinglar, taqtinglar dunyoga deb bizning tadbir shirkatimizni bu ishga mas'ul qilgan. Bu kitaplarını taqib vatimiz, yığınlarda soğat qilib bervatimiz, bazı o'quvchilarga hadiya qilib vatimiz degandek ahvollar bor. İnşallah biz qo'linglarga bu kitap tegib bo'lguncha balkim tekkellar bor. Bunun ichidagi ba'zi mazmunlarni sizlar bilan tadbiriyay darslari degan sin darslari degan nam astida bazı muhim bo'lgan mazmunlarni o'rtoqlashimiz. Hozirgi vaziyatimiz to'g'riliq analizchilar, strategik planlovchilar yoki bo'lmasa boshqa liderlar, har xil ulamolarimiz, o'quvchilar degandek, ishchilar, xizmatchilar degandek hammadamning o'ziga tushliq tahlil qilib chiqargan ba'zi natijalar bor. Ammo shu vaziyat dünya vaziyetini texmi yaxshi tushunish uchun bu psikologik urush degan bu fanni, bu mazmunni biroz xabarda bo'lib qolsak bizga ziyon qilmaydi. Shunlashqa bu to'g'riliq men qo'limdan kelishicha erkinkamning yezib, tuzib nashr qilib qo'ygan, biz nashr qilgan bu kitobdan sizlar bilan 10-20 betlik mazmunni o'rtoqlashiman. Qo'liqinglar menda, ko'zinglar ekranda, zihninglar psikologik savaşta bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim deb boshlab olaylik qadrli qarindoshlar. Psikologik urushningki degan bu maqola 2 bölümden tarkib topganken 236 betdan 248 betgacha birinchi bölüm, ondan keyin 249 betdan 261 betgacha bo'lgan araliqi ikkinchi bölümken biz amal bor buni bir dars qilib tugatishga tirishimiz qadrli qarindoshlar. Ondan keyin 5. dersimizde psikologik urushning o'xshamagan turlari degan mazmunni o'rgandikmiz. Men bu darsning 4. darsda o'ylab chiqaman, 3. darsken men buni hozir o'zgartiraman. Üçüncü derste bilsanglar buludu, xapamaysizlar. Birinci dersimizde tarihteki
Yo'q, psixologik ders haqida umumiy tushuncha degan ders bo'ldi. İkinci dersimiz tedbiriyay dersi tarixdagi ve hozirgi psixologik urushlarning misolları bo'ldi. Üçüncü yani bugünkü dersimizde psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichlari degan mazmun so'zlanadi. Psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichi Erkin Sidiq yazmalar 5. qism kitap g'oliblarning xarakteri ve saboqlarining psixologik urushga oid temalardan 236 bet. Psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichi 1. bölüm 2015 yılı 4. ayının 10. günü e'lon qilingan maqola. Aldınqı iki parça maqolaning mazmunidan ko'rib olganimizdek psixologik urushning shakllari har xil bo'ladi. Onun doirasi ham har xil bo'ladi. Bir adam yeni bir adam üstüden elib bağan urushning doirasini psixologik urushning eng kichik doirasi deb qarash mumkin. Bunda har xil shakl va har xil doiradagi psixologik urushlarning qadam bosqichlari har xil bo'ladiganligi bir haqiqatdir. Ammo bir davlat yeni bir davlat hokimiyatini og'dirib etish, bir millat yeni bir millatni bo'ysundirish yoki assimilyatsiya qilib yo'q qilib etishga o'xshash cho'ng ko'lamlik psixologik urushlarning ma'lum muqim qadam bosqichlari bor bo'ladi. Aşındak çoğun ko'lamli psixologik urushlarning bir misoli sifatida Amerika va uning ittifoqdoshlarining Iroq hokimiyatini og'dirib etishni tilga olish mumkin. İngilizce torbetlarda keng turda tarqalib yurayotgan bir YouTube leksiyasi bor. Uning temasi psixologik urush orqali g'arb jamiyatlarini og'dirib etish va kontrol qilish bo'lib, bu leksiyani Yuri Bezmenov isimli bir zat 1980 yılları Amerika Kaliforniya ştatı Los Angeles rayonundaki bir yig'ilishda so'zlagan. 1939 yıldan 93 yılgacha yaşagan Yuri Bezmenov aslida sobiq Sovet ittifoqining dunyoga dangliq jasus organi bo'lgan KGB'ning xodimi bo'lib, o 1970 yılı Sovet ittifoqiga osiylik qilib Kanadada siyosiy panohlik tilagan. O Toronto Üniversitesi'nin siyaset ilmi kesbide 2 yıl okup Kanada medya şirketi CBC Canada Broadcasting Company'ga hizmet kiygen. Hem de bu şirketinin Sovet ittifaqı qaratgan xalqarалық programmasida işlegen. Yuri Bezmenov KGB'nin qıstishi bilan bu xizmat o'rnidan ayrilishga majbur bo'lib, 1976 yıldan başlap ixtiyari muxbirlik xizmatlari bilan shug'ullangan. Keyinchi o Los Angeles shahridagi İngilizce Panorama Almanak deb atiladigan bir dunyoviy uchur to'g'ri shirkatiga maslahatchi bo'lib ishlagan. Birinchi rasm Yuri Bezmenovning leksiya so'zlayotgan vaqti kitobga qaraydigan bo'lsak, shu adamken Yuri Bezmenov degan va astidagisi bo'lsa Yuri Bezmenovning leksiyasini anglayotganlardan bir ko'rinishni qistirib qopti Erkin Sidiq akamiz. Allah onundan razı olsun. Aynı vaqtda KGB'nin qilgan eng muhim ishlarning biri psixologik urush bo'lib, Yuri Bezmenov yuqoridagi İngilizce leksiyasida KGB elib borgan psixologik urushlar va uning 4 cho'ng qadam bosqichi haqida so'zlaydi. Men mazkur maqolada ashu mazmunlarning dunyoda leksiyaning asosiy mazmunini bayon qilib o'taman. Men bu leksiyadagi mazmunlarning dunyoda yaqinqi zamonlarda yuz bergan va hozirmi yuz berayotgan nurg'un voqealarni tushunishga nihoyatda foydali ekanligini his qildim. Shunlashqa men bu maqoladagi mazmunlarni o'qirmanlarga xili yaxshi naf berdi deb o'ylayman. Endi men Yuri Bezmenov leksiyasining mazmunini boshlayman. Yuri Bezmenovning bu leksiyasining tili degandek ochiq emas bo'lganlikdan uni uyg'urchalashtirib surish xili ko'p vaqt talab qiladi ekan. Vaqt yetishtirilmaslik sababidan men bu qatim mazkur leksiyaning yarmini uyg'urchalashtirib bo'la olgan bo'lib, hozir ashu mazkur leksiyaning qolgan yarmini maqolaning 2-bölümü qilib keyingi qatim yo'llayman.
Jinoiy ishlarni betaraf qiladigan sotlarning lug'atiga qarab boqadigan bo'lsak, inglizcha subversion, ag'durmichilik degan so'zga boshqa bir davlatning dinini yoki siyosiy va iqtisodiy sistemalarini buzib tashlash yo'lidagi ish-harakatlar degandek izohatlar berilganligini bayqaymiz. Odatda kishilar bu so'zning josuslik ish-harakatlari bir ko'rikni bir ketib qolgan Hollywood kinolarida chiqadigan ish harakatlarga bog'lab tushunadi. Men ularning KGB josuslik ish harakatlari yoki ularning axborot to'plash ish harakatlari bilan hech qanday munosabati yo'q. KGB degan so'z o'ttirib chiqqan hamon ba'zi bir g'alati sabablar tufaylidan Hollywooddagi kino ishtirokchilaridan tortib siyosat ilmiy kasbining professorlari va sovet ishlari sohasidagi mutaxassislargacha bo'lgan kishilarning hammasi KGBning qiladigan ishi ma'lum bir yangi texnologiya loyilashga o'xshash narsalarni qo'lga tushirib, uni sovet armiyasi yoki sovet sanoat sohasida ishlaydiganlarga setish deb tushunadi. Hamda shundaq deb targ'ib qiladi. Bu bir xatolik yoki bir xato tushunish bo'lib, uning faqat bir qismini to'g'ri. Sovet KGB'si haqiqatan o'z chegarasining sirtida josuslik ishlari bilan shug'ullanadi. Bu jihatda KGB'ning qildigan ishi Amerikadagi CIA va FIB qatorliq o'rinlarning ishiga o'xshab ketadi. Ammo KGB'ning josuslik ishlar uchun sarf qildigan vaqti, puli va odam kuchi uning barliq sarfiyatlarining aran 10-15% ni egallaydi. KGB'ning qolgan 85% kuchi faqat ag'durmichilik uchun sarf qilinadi. Buradagi ag'durmichilik degan so'zning ma'nosi o'z lug'atlardagi ma'nosi bilan tubdan farqlangan bo'lib, sovetliklar uchun bu so'z mundaq ma'ni bildirdi. O bir vayron qilguvchi va tajovuzchi ish harakat bo'lib, uning maqsadi o'ziga dushman bo'lgan davlat, millat yoki jo'grafiyalik rayonni gumron qilib etishdan iborat. KGB bilan qildi. Ya'ni agar siz intayin inchkilik bilan qiladigan bunday ishlar nihoyatda o'rinliqdek hamda qonunga uyg'undek ko'rinadi. O xalqaro qonunlar bo'yicha qaraganda hargiz bir jinoyat bo'lib hisoblanmaydi. KGB bunday maqsadlarga ishlatgan so'zlarni intayin uslub bilan tanlab, shu asosda boshqalarga xato tushunchalarni tarqatish orqali yetadi. KGB'da ishlaydigan ag'durmichilar subverter bir odamlar emas, balki ular bir xalqaro o'quvchi, bir diplomat, bir kino artisti, bir san'atkor yoki menga o'xshash bir muxbirdan iborat. Ag'durmichilik deganimiz bir xil ikki yo'nalishlik qatnash iqimi bo'lib, siz hargizmo ag'durib etilishni xohlamaydigan birisini ag'durib etolmaysiz. Masalan, agar siz Yaponning tarixini biladigan bo'lsangiz, bundaq bir ishni uqsiz. 20-asrdan burun Yapon bir xil yepiq jamiyat edi. Chet el kemilari Yapon qirg'oqlariga kelgan hamon Yaponiyaning imperiya armiyasi ularga orqaga yinib kelgan yerimga ketdi aytdi. Bundan 60-70 yillar burun bir amerikalik savdogar Yapon qirg'oqiga berib, "Men sizlarga bir vakuum tozalag'ich elib keldim" desa, Yaponlar uningga bizga vakuum tozalag'ich kerak emas. Orqangizga qarab kelgan yeringizga qayting deydi. Agar u amerikalik bu gapni anglamasa, haliq Yaponlik uni miltiq bilan etib tashlaydi. Uning bunday maqsadi o'zlarining ideologiyasi, an'anasi va qimmat qarashini aslidagi bo'yicha saqlab qolish edi. Shunlashqa u chaqda siz Yaponni ag'dirib o'tolmaydingiz. Sovet ittifoqining ahvoli shundoq. Uning chegarasi sirtqa qarata butunlay taqoqliq. Tashviqotlar hukumat tomonidan qattiq kontrol qilinadi. Davlat ishidagi butun nupus KGB va ichki saqchilar tomonidan kontrol qilinadi. Sovetdagi Amerika konsulxonasi Amerikada chiqadigan va sovetliklarni nihoyatda jalb qiladigan ko'plagan chiroyli rasm va mazmunlar besilgan davr jurnallarini ishkining oldida tizib qo'yib, ularni haqsiz tarqatadi. Ammo u jurnallar hargizmo sovet xalqining qo'liga tegmaydi. Sababi hukumatning odamlari u jurnallarni elib,
sandıqlarga tashlab etadi. Ag'dirmishlik harakati faqat shu harakatni elib borg'uchiga inkas qaytiradigan bir nishon mavjud bo'lgandala andin muvaffaqiyatli bo'la oladi. Shunlashqa u qo'shilishlik qatnash iqimiga o'xshaydi. Sovet ittifoqi ag'dirmishlik harakatini elib borg'uchi Amerika bo'lsa ag'dirmishlikni qabul qilg'ishi nishondir. Etiklik bo'lg'achqa Amerikaning Sovetni ag'diruvchi harakati hargizmo Sovetning chegarasidan o'tolmaydi. Haqiqiy ag'dirmishlik ish harakati 2500 yillik tarixga ega. Bu ideyani tunji qatim o'ttirib qo'ygan kishi bir junguliq faylasuf bo'lib, uning ismi So'zi. O qadimki Jungodagi bir qancha podshoh ordularida maslahatchi bo'lib ishlagan. O naydi ko'p o'rinishlardan keyin mundaq ideyani o'ttirib qo'ygan. Davlat siyosatini ijro qilishda urush maydonlarida elib berilgan urushlarga tayinish eng ko'p aks ta'sir paydo qiladigan, eng javoyi va o'limdorligi eng tuvan choradir. Urush san'at hech qanday urush qilmay turib, o'zingga dushman bo'lgan davlat uchun qimmatli bo'lgan barliq narsalarni og'dirib tashlashdan iborat. Bu ishni shuncha puxta qilishing kerakki, sening dushmaning sening nima ish qilayotganligini qilchilikni sezmaydi. Haqiqiy reallikni ozroqmi tushunmaydi. Shunga seni hargiz o'zining dushmani deb hisoblamaydi. Sening madaniyating va sening g'oyang ular uchun yana bir normal tanlash bo'lib ko'rinadi. Yuqorqi narsalar ular uchun arzu qilgudek narsalar bo'lmasa-mo, hech bo'lmaganda qabul qilg'ili bo'ladigan narsalar bo'lib tuyuladi. Agar bu ishni amalga oshira olsang, sen bir pay o'q atmay turib, dushmaning ustidan g'olib kelasan. Ag'dirmishlikning ma'nosi dal ana shu. So'zining ideyalari bir kitob qilib tuzib chiqilgan bo'lib, men u kitobni Kanada va Amerikadagi kutubxonalardan topolmadim. Sovet ittifoqidan bu kitoblar kitobxonalarda sotilmaydi. Ammo kelgusi hayotida chet elliklar bilan birer munosabat qilib o'tadigan bir kasbda o'qiydigan Sovet ittifoqidagi oliy maktab o'quvchilarining hammasida bu kitobning bir nusxasi bor. Ular bu kitobni chuqur o'qishga majbur qilinadi. KGB'da ishlaydiganlar bo'lsa, texmi shundoq edi. Vaqt jihatini ilib aytganda ag'dirmishlik jam'iy 4 qadam bosqich orqali amalga oshirildi. Uning birinchisi dushmanini irodasizlashtirish, demoralization din iborat. Birinchi ag'dirmishlikning birinchi bosqichi irodasizlashtirish. Ag'dirmishlikning birinchi bosqichi irodasizlashtirish bo'lib, bir jamiyatni irodasizlashtirish uchun odatda 15-20 yil vaqt ketadi. Ya'ni mushu 15-20 yil vaqt ichida bir avlod kishilarini boshqacha tarbiyalab yetishtirib chiqqili bo'ladi. Bir insonning butun hayotida maxsus o'qishga ajratib, uning istiqbolini belgilash, o'zida bir ideologiya va xuy mijoz shakllantirish uchun sarf qiladigan vaqt mana mushunchalik bo'ladi. Mushu 15-20 yil ichida bir avlod kishilarni o'zgartirish uchun ishlatilgan usullardan har xillari bor bo'lib, o so'qinib kirish, tashviqot va bevosita uchrashish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu haqda mushu maqolaning keyinida biz yana ayrim to'xtalamiz. Ommaviy ko'zqarashlarni o'zgartirish yoki yangidan shakllantirish ishi ko'plagan sohada elib berilgan bo'lib, o sohalar tuvandagilarni o'z ichiga oladi. Din eng beshida dinni tizibdi. Ma'arif sistemasi, ijtimoiy hayot, madaniyat, ma'muriy boshqarish qurilmasi, qonunlarni ijro qilish sistemasi, emgakchilar bilan korxona egalarining munosabatlari, iqtisod. Men ag'dirmishning usullari haqida so'zlaganda bir qism o'quvchilar Sovet ittifoqi ishlatgan usullarni ashularga o'xshashmi deb so'raydi. Undaq bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Mening bu yerda so'zlayotganim taktikalik ag'dirmishlik bo'lib, u xuddi yaponlarning chambashchiligiga o'xshaydi.
Agar sizning dushmaningiz sizdan jiq yo'g'on va sizdan jiq kuchli bo'lib, siz uning bilan bevosita tutishdi ekansiz, uning sizga tekkizgan mushtining sizga bo'lgan zarbisi intayin kuchli bo'ladi. Sizning ashundoq bir dushmaningiz sizning yuzingizga bir musht salmoqchi bo'lganda, agar siz uni qo'lingiz bilan to'smoqchi bo'ladi ekansiz, sizning qiladigingiz bir xil nodonlik bo'lib, butunlay aks ta'sir paydo qiladi. Junguliqlar bilan yaponlarning judo san'ati bizga bunday ahvol ostida qanday qilishni o'rgatadi. Ya'ni siz to'smaysiz, balki siz o'zingizni mudofaa qilgach, uni bir tamning qashig'i gollab elib kelib, dushmaningiz atgan mushning uning oldidagi tamga qattiq urilishini keltirib chiqarasiz. Agar siz qilmoqchi bo'lgan ag'dirmishlikning nishoni yana bir davlat deb qarasak, u davlatda chuqur sizga yordamlashadigan odam chiqadi. Chunki har bir jamiyatda shu jamiyatga qarshi turadigan kishilar mavjud bo'ladi. Ya'ni jinoyatchilar, ideologiya jihatda davlat siyosiy qo'shilmaydiganlar, angliq dushmanlar va normal emas odamlar bor bo'ladi. Undan boshqa u jamiyatda sizning bir guruhga shu odamlarning hammasi shug'ullanayotgan ish harakatlar bor. Sizning vazifangiz shu ish harakatlarni o'z maqsadiga mos keladigan bir yo'nalishga to'g'rilab, ularning davomlashishiga kapolat qilish. Bu xuddi yuqorida tasvirlangan chamboshchilik taktikasi bilan o'xshash. Siz o'zingizga dushman davlatdagi haliqi bir to'p kishilarning ish harakatlarini to'smaysiz, uni to'xtatib qo'ymaysiz. Balki siz ularni o'zingiz ko'zlagan yo'nalishga to'g'rilab qo'yib, uning davomlashishiga yordam qilasiz. Demak, har bir jamiyatda shu jamiyatning asosli qimmat qarashi bo'lgan, qarashi bilan qarama-qarshi maydon tutadigan bir to'p kishilar bor bo'ladi. Ag'dirmishlikning irodasizlashtirish bosqichida siz shu bir to'p kishilardan foydalanasiz. Ag'dirmishlik yuqorida ko'rsatib o'tganga o'xshash bir qator sohalarda elib beriladi. Diniy jihatda ag'dirmishlik bilan shug'ullanganlar rasmiy dinning o'rniga yolg'on dinlarni dassetidi. Bir uyushgan dinning o'rniga uning har xil kichik mazhablarini dassetidi. Dinchilarning ko'nglidan haqiqiy dinning ta'sirini asta-asta yo'qotib, uning o'rniga dinga ozroq o'xshab ketadigan, ammo haqiqiy dindan butunlay farq qiladigan narsalarni qachilaydi. Hamma kishilar qabul qiladigan va qilgan va kishilarning hurmatiga erishgan diniy tashkilotlarning o'rniga yolg'on tashkilotlarni dassetidi. Kishilarning diqqatini haqiqiy diniy e'tiqoddan ayirib, boshqa har xil kichik va yolg'on diniy e'tiqodlarga yo'tkaydi. Ma'rif jihatda ag'dirmichilar kishilarning o'zlariga haqiqiy turda foydali, unumli va amaliyatchan narsalarni o'rganishiga buzg'unchilik qiladi. O'quvchilarga matematika, fizika, ximiya va chet el tili qatorliq darslarni o'tmay, uning o'rniga shahar urushining tarixi, tabiiy yemekliklar, oila iqtisodi va qo'shnilik kishilar deganga o'xshash darslarni o'tadi. Oldirash qilib turadigan, ammo haqiqiy foydali bilimlarni o'rgatmaydigan o'qish ishlarini elib boradi. İctimai turmush jihatda burun qurilib, uzun muddat mavjud bo'lib kelgan institut va tashkilotlarning o'rniga yolg'on institut va tashkilotlarni dassetidi. O'z oldiga mustaqil ish olib boradigan, jamiyatning cho'nqir himoyasiga erishgan kishilar va tashkilotlarni amaldan qoldirib, ularning o'rniga ag'dirmichilar o'zlari kontrol qilib turadigan shaxslar va tashkilotlarni qo'shnilar orasidagi do'stlik va ijtimoiy turmush tuzilmasining o'rniga ijtimoiy emgakchilar institutlarini dassetidi. Shuning bilan aholilar maoshni burunqidek aholi tashkilotlaridan olmay, yuqori darajali byurokratlardan oladigan bo'ladi. İctimai emgakchilar tashkilotlari ko'ngil bildig'ini sizning oilangiz va sizning ijtimoiy turmushingiz bo'lmasdan, balki
hökumatdan aşı tashkilot boshliqlariga keladigan maoshga kapolat qilish bo'ladi. Bu xildagi ijtimoiy emgakchilar tashkilotlarining qandaq natijalarni yaratilganligi azroqmi muhim emas. Ular har xil o'yinlarni o'ylab chiqib, hukumatga o'zlarining hukumat uchun asqatadiganligini ko'rsatib berib tursalar kifoya. Ma'muriy boshqarish yoki huquq tuzilmasi jihatda hozirgacha mavjud bo'lib turg'ini saylam orqali vujudga kelgan huquqlarlar qurilmasi bo'lsa, ag'durmachilar ularning o'rniga sun'iy holda vujudga keltirilgan rahbariy qurilmalarni dastudi. O qurilmadagi rahbarlarni hech kim saylab chiqqan bo'lmaydi. Amaliyotda kishilarning mutlaq ko'p qismi ashundaq taxtga chiqib qolgan rahbarlarni ozroqmi yaxshi ko'rmaydi. Ammo ular yanada mavjud bo'lib turdi. Ashundaq kishilarning ishidagi bir guruhi media va tayinlangan boshliqlardan iborat. Ularni kim saylagan? Ularni hech kim saylamagan. Ularning huquqi intayin cho'ng bo'lib, ular sizning ko'nglingizga o'zi xohlagancha tajovuz qila oladi. Ular sizga o'zlari xohlagan har qanday ideyalarni tanlaydi. Ashu kishilar siz saylagan rahbarlarga qaysi ishlarni qilsa bo'ladiganligi va qaysi ishlarni qilsa bo'lmaydiganligini bekitib berdi. Ular o'zlarini hamma ishni biladigan kishilar deb hisoblaydi. Amaliyotda ular undaq emas. Burun takomillish bo'lgan rahbariy o'rinlarni tadrijiy holda amaldan qoldirib, ularning o'rniga bir yangi huquq tuzilmasini dastudi. Bu yangi tuzilmada ishlaydiganlarning ya o'zining huquq o'rniga tushliq salohiyati yo'q, ya ularda xalqning himoyasi yo'q. Xalq ularning ashunday huquq o'rnini tutib turishni xohlamaydi. Ammo ular davomli ashunday huquqlarni tutib yashab ketaveradi. Qadrli Facebook'taki qarindoshlarım, biz hozir Erkin Sadiq yazmalarının 5. qism kitabı bo'lgan G'oliblarning xarakteri ve saboqlari degan kitobni tadbiriyay sin darslari 3. darsimizda psixologik urushning 4 qadam bosqichi degan mazmunni birlikda o'rganyapmiz. Diqqatinglar ekranda, quloqinglar psixologik urushda bo'lsin. Qonun tuzum jihatda Amerikada ishlangan yangi kinolarga qarab baqadigan bo'lsak, uningda chiqadigan saqchilar 4 davomli xafa bo'lib yuradigan psixikasida masala bor va gumonxo'r keladi. Ammo jinoyatchilar bo'lsa oq ko'ngil, nesh chekadigan, belikiga oq chekimlikni ukol qilib soladigan, boshqalarga kuyunadigan va ijodkorlikqa boy kishilar bo'lib, ular faqat butun jamiyatning o'zlarini tuvanga besib turish tufaylidan halaqadek huzursuz kishilarga aylanib qolgan kishilar bo'lib tasvirlandi. Kinolardagi saqchilar cho'chqiga o'xshash simiz bo'lib, o'z huquqini qalaymagan ishlatadi. Saqchilar qo'g'damoqchi bo'layotgan xalq o saqchilarni o'chkirdi va saqchilarga ishonmaydi. Xuddi shuningga o'xshash ag'durmichilar o'zlari nishon qilgan jamiyatning burunqi mukammal qonun tuzumlarini asta amaldan qoldirib, uning o'rniga boshqa bir narsalarni dastudi. Shuning bilan jinoyatchilar o'zini qo'g'dug'ichilarga aylanib qoladi. Emgakchilar munosabati jihatda haliqi 15-20 yil vaqt ichida ag'durmichilar xizmatchilar bilan korxona egalari o'rtasida burun vujudga kelib, uzun muddat davomlashib kelayotgan o'zaro putushish yoki kelishish tuzumini bekor qilib, uning o'rniga burunqiga butunlay o'xshamaydigan bir tuzumni o'rnatdi. Masalan, buningdan 100 yillar burun maydonga kelgan ishchilar uyushmasi ayni vaqtda haqiqiy turda ishchilar uchun xizmat qiladi. İşçiler bilan korxona egalari o'rtasida putush jarayonida cho'qim ishchilarning manfaatiga vakillik qiladi. İşçilarning xizmat sharoitini yaxshilash va ularning maoshini o'stirishni o'zlarining tub maqsadi qiladi. Hozir u ahvollar butunlay o'zgarib ketdi. İşçilar maoshini o'stirishni talab qilib ish tashlab, shu orqali o'zlarining maoshini ozroq o'stira olsa-mu, ularning erishgani pulning paxallish suratiga yetisha olmaydi. Hozir o'xshamagan joylardagi o'xshamagan kasbiy sohalardagi iqtisodlar o'zaro giralishib ketdi. Buningdan 100 yil burun bir sohadagi ishchilar ish tashlasa, uning boshqalarga asosan ta'siri bo'lmaydi.
Hozir undaq iş mümkün emas. Agar bugun axlat yig'ilgan ishchilar ish tashlaydigan bo'lsa, ati ko'plagan shaharlarning ichi sesqichilikka tushib ketadi. Kanadaning Quebec o'lkasidagi tok ishchilari bir qatim qahratan qish kunlari ish tashlab, shuning bilan aholilar sovuqning dardini yetkuch tortdi. Ammo bu ish tashlashdan keyin foydaga erishgani tok ishchilar bo'lmasdan, ular tava bo'lgan ishchilar uyushmalarining boshliqlari bo'ldi. Bunday ish tashlashlarning tub maqsadi işçilarning xizmat sharoitini yaxshilash bo'lmasdan, balki ma'lum bir ideologiyani namoyon qilishdan iborat. İşçilar uyushmasining boshliqlari ashundaq ish tashlash orqali korxona egalariga o'zining kuchini bir qatim ko'rsatib qo'ydi. Yana bir tarafdan ular ishchilarning o'zlariga bo'ysunmasligiga yo'l qo'ymaydi. Ular hamma ishchilardan o'zlarining keynidan xuddi bir top qo'ylardek mengishni talab qiladi. Agar ba'zi ishchilar o'zlariga bo'ysunmaydi ekan, ularni yushurinadi, o'ltiradi yoki boshqa usullar bilan jazolaydi. Yuqoridagi ishlarning yuz berishiga Sovet ittifoqi bevosita qo'l tiqishmi mumkin emas. Bevosita qo'l tiqmasligi mumkin. Ammo Sovet tashviqot organlari tabiiy yuzinishlardan nihoyat zo'r darajada foydalanib, ulardan amaliy unumlarga erishdi. Masalan, Sovet hukumati ishchilar uyushmasining boshliqlariga faqat o'zlari uchun ishlaydigan kishilarni turg'izib, shularni ishga solish orqali ishchilarni o'z huquqlaridan butunlay bahramonsiz qoldirdi. Men burun KGB'de ishlayotgan vaqtimda biz har xil tashviqot ishlarini o'zimiz bevosita elib bormaydik. Balki biz ishchilar uyushmasi, o'quvchilar uyushmasi va diniy guruhlarga o'xshash har xil tashkilotlarning rahbariy organlariga nihoyat inchki planlash bilan vujudga keltirilgan har xil tashviqot materiallarini kirgizdik. Bu materiallarda qonunlik manfaati, ularning turmushining yaxshilanishi va barobarlik qatorliqlar so'zlangan. Sobiq Amerika prezidenti bir qatim biz hamma Amerikaliklarni barliq insonlarning barobar yaratilganligiga ishonadigan qilishimiz kerak degan edi. Agar siz kutubxonalarga borib qattiq izlanib boqadigan bo'lsangiz, bundaq bir ahvolni bayqaysiz. Injil va boshqa barliq muqaddas diniy kitoblarning hech qaysisida insonlarning barobar yaratilganligi haqida biror og'iz so'zmi yo'q. Balki uning aksini bildiradigan so'zlar bor. Ularda Xudo sizni o'zingiz qilgan amallarga asosan baholaydi. Sizning nima ishlarni qilganligingiz hammadan muhim. Sizning xuy mijozlaringizning ortiqchiligi muhim o'rinda turadi degandek gaplar bor. Ammo bizning jamiyatimiz kishilarning barobarlik asosiga qurilgan. Amaliyotda undaq barobarlik bir xil yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Ba'zi odamlar bo'yigiz, ammo dod keladi. Ba'zi odamlar paka, beshida chechi yo'q, ammo aqlli keladi. Agar biz hamma odamni majburiy holda barobar qilmoqchi bo'ldi ekanmiz, jamiyatni barobarlik prinsipi asos ustiga qurmoqchi bo'ldi ekanmiz, u xuddi bir binoni bir qum duvisining ustiga solgan bilan o'xshash. O chuqum ma'lum bir vaqtda o'rilib tushdi. Sovet ittifoqining tashkilotlari tashviqotlari kishilarni hammanglar barobar degan bir yo'nalishga qaratib ittirib turdi. Sizcha o'xshash fursatlarning makoni degan so'z to'g'rimi emasmi? Eng to'g'ri yoki eng yaxshi niyatning ostidami kishilarning butunlay barobar bo'lishi mumkin emas. Sovet ittifoqidagi tashviqotlar bizni barobarlikka ishonishga undaydi. Amerikada buningdan 100 yil burun vujudga keltirilgan demokratiyani bo'lsa barobarsizlik deb tashviq qiladi. Haqiqiy barobarlik Amerikada mavjud emas, Sovet ittifoqida mavjud deb jar soladi. Bir davlat kishilarining ruhiy holati butunlay irodasizlanish darajasiga berib yetganda, o davlatning hech qanday ishi yurmas bo'lib qoladi. Siz ma'lum bir ishning to'g'riligi yoki xatoligini farq etolmaysiz. Yaxshi yoki yomonlikni farq etolmaysiz. Yaxshilik bilan yomonlikning ayrimisi mavjud bo'lmaydi. Ba'zi shirkatlarning boshliqlari ijtimoiy adolatparvarlikni amalga oshirish uchun ba'zi joylarda elib berilgan zo'ravonlik ish shartlarini qabul qilishga bo'ladi deb so'zlaydigan bo'lib qoladi. Amaliyotda bo'lsa, zo'ravonlikni hargizmi qabul qilishga bo'lmaydi. İctimai adolatparvarlikni ishga oshirish yo'lida
zo'ravonlik qilishga texmo bo'lmaydi. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib bugungi tadbiriyay sim darslarida 3-sim darsimizda psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichini so'zlab, 2 qadam bosqichni tugatgan bo'ldik. Bir qadam bosqich ekan bu irodasizlashtirish. Endi yana 10 bet qilibdi qadrli qarindoshlar. 2-bölüm psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichi 2-bölüm 2015-yil 4-ayning 17-kuni e'lon qilingan maqola ekan. Buni davomlashtirib o'qib o'tili, biroz sabringlarni o'tinaman qadrli qarindoshlar. Tuvanlik torlarga chiqargan psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichi degan maqolaning davomi. Oldingi maqolada og'dirmishlikning birinchi bosqichi bo'lgan irodasizlashtirishni tunishtirdim. Bu maqolada og'dirmishlikning qolgan 3 bosqichini va og'dirmishlikning o'zini qo'g'dash usullarini tunishtiraman. Yuri Bezmenovning rasmlik film leksiyasi mushu yozim bilan tamomlandi. Psixologik urushning 4 cho'ng qadam bosqichining ikkinchisi muqimsizlashtirish. Birinchi irodasizlashtirishni tugatdik. Irodasizlantirish debdi. Muqimsizlash so'zining ma'nosi siz dushman qilib tikligan davlatdagi hamma munosabatlarni, hamma o'rinlarni va hamma tashkilotlarni muqimsizlashtirishdan iborat. Bu ishni qanday amalga oshirasiz? Siz u davlatga Sovet ittifoqining dunyoga dangliq josuslik organi KGB xodimlaridan tarkib topgan bir qo'shinni avatib, ko'vriklarni portlatmaysiz. Bu ishni ashu davlatdagi kishilarning o'zlariga qildirasiz. Bu bosqichda ish olib boradigan doira birinchi bosqich qaraganda kichikroq bo'ladi. Bu bosqichda siz birinchidan iqtisod va emgak munosabatlari, ikkinchidan qonun tuzum va harbiy qo'shinlar, üçüncüden media ve teşviqat sahalarida iş elib borasiz. Kitap qaraydigan bo'lsanglar, Yuri Bezmenovning leksiya so'zlayotgan vaqti degan mazmunga qadrli qarindoshlar. İqtisad jihatda og'dirmishlar o'ziga dushman davlatga kelish jarayonining radikallashishini keltirib chiqardi. Shundaqla kishilik munosabatdagi radikallikni keltirib chiqardi. Kishilar normal muomala qilish, o'zaro kelishib bir ishni hal qila olmaydi. Hamma ishda o'zaro so'qishmasi bo'lmaydigan bir holat shakllanadi. Burundan tartib davomlashib kelgan an'anaviy kishilik munosabatlar muqimsizlantirildi. O'rta maktab va oliy maktablarlik o'qituvchilar bilan o'quvchilarning munosabati muqimsizlantirilib, ular o'zaro so'qishadigan bo'ladi. Korxona egalari bilan emgakchilar o'rtasidagi munosabat radikallashadi. Emgakchilarning qonunlik talablari korxona egalari tomonidan qabul qilinmaydi. Yaponiyada korxona xizmatchilari barliq qaror olish jarayoniga qatnashadi. Shuningdek, ularda boshqalar bilan so'qish zaruriyati mavjud bo'lmaydi. Amerikada ishlar buning dal aksicha bo'lib, xizmatchilar ish tashlab korxona egalariga norozilik bildiradigan ishlar ko'p bo'lib turdi. Ba'zida bir rayonni harbiy askarlar orqali boshqarish ahvolimi kelib chiqib, kishilarni etib o'ldirish ishlari yuz berdi. Qonun tuzum jihatda burun kishilar o'z ishidagi ziddiyatlarni tinchlik ostida ilmiy yo'llar bilan hal qilgan bo'lsa, hamda hamma ishni sotga yo'llab, sotning yordami bilan hal qiladigan bo'ladi. Kishilar o'z ishidagi eng kichik ziddiyatlarni o'zaro kelishib hal qila olmas bo'lib qoladi. Butun jamiyat ko'p qutbga bo'linib ketadi. Odamlar guruhi va butun jamiyat qutblashib ketadi. Medialar bo'lsa, o'zlarini jamiyat bilan qarama-qarshi o'ringa qo'yib oladi. Ular jamiyatdan bo'linib chiqib, jamiyatdan ayrilib qoladi. Buningdan 15-20 yil burun maxsus tarbiyalanishga boshlagan hiliqi
bir top kişiler endi çoğunlar qatarı qo'shilib jamiyatda har xil rahbarlik o'rinlarini egallashga boshlaydi hamda butun siyosiy jarayonlarga qatnashadi. Ular jamiyatda qalaymiqonchilik paydo qiladi. Ba'zida bunda qalaymiqonchilik qon to'kilish darajasiga berib yetadi. Mana bu muqimsizlantirish jarayonidir. Hele 15-20 yıl burun maxsus tarbiyalanishga boshlab, hozir tayyor bo'lib bo'lgan kishilardir. Kishilar va KGB xodimlari ana shunday muqimsizlantirish harakatlarining liderlik rolini o'ynaydi. Bunda kishilar Amerikaga Sovet ittifoqidan yangidan kelmaydi. Ular Amerikada yashayotgan xili uzun bo'lgan bo'lib, hamda xili ko'zga ko'rinib, kishilarning hurmatiga erishib bo'lgan kishilar. Shundaqmi maxsus tarbiyalangan yerlik kishilar. Ag'durmishlikning ikkinchi bosqichida ana shu kishilar o'xshamagan kishilarni o'zaro so'qishga solib, to'g'ri bilan xatoning siziqini ayrig'il bo'lmaydigan bir qalaymaqon holatni vujudga keltirib, butun jamiyatda muqimsizlik paydo qiladi. Va rasmga qaraydigan bo'lsak, 4 qadam bosqichning birinchisi irodasizlashtirish, ikkinchi muqimsizlashtirish, uchinchi krizis paydo qilish, to'rtinchi normallashtirish. Uchinchisi krizis paydo qilish. Yuqoridagidek muqimsizlik ko'pincha ahvolda bevosita holda har xil shakldagi krizislarga elib boradi. Siyosiy qurilma va huquq qurilmalari o'zlarining normal va qonuniy rolini joriy qildira olmaydi. Shuning bilan ko'plagan sun'iy organlar, ya'ni saylan bilan emas, o'zligidan huquq o'rinlariga chiqib olgan organlar maydonga keladi. Agar boshqalar bunday kishilarga yo'l qo'ymaydi ekan, ular huquqni qurol kuchi bilan tortib oladi. Masalan, Eronni misolga olsak, u yerda tuyuqsizda inqilobiy komitetlar maydonga keldi. Bu chog'da Eronda biror inqilob mavjud emas edi. Ammo inqilobiy komitetlar vujudga keldi. Bunda komitetlarning kishilarga o'lim jazosi berish, qonun chiqarish va sudchilik qilish huquqlari bor bo'lib, mushunda huquqlarning hammasi shu bir organga markazlashgan bo'ladi. Bunda kishilarning ba'zilari Harvard yoki Kaliforniya Berkeley universitetlarini bitirgan bo'lib, ular xuddi o'z davlatlariga qaytib, hamma iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni hal qilib o'tadigandak bir qiyofatda o'tirg'i chiqdi. Krizisning ma'nosi bir jamiyat o'z-o'zini idora qilib, menish iqtidoridan butunlay ayrilib qilib, butunlay vayron bo'lish degandan iborat. Shuningdek bir jamiyat krizisga uchragandan keyin, shu jamiyatdagi hamma odamlar bir qutqizuvchi kelib, o'zlarini qutuldirib olishini to'rt ko'z bilan kutadi. İşçi xizmetçilerinin bakması bo'lmaydigan ailesi bor. Shuningdek ular birer merkezi hükümet, hatta birer sosyalist hükümet o'tirg'i chiqib, ish tashlashlarni va boshqa qalaymiqonchiliklarni to'xtatib, turmushni radga tushirishni umid qiladi. Ular birer kuchli odamga, birer kuchli hukumatga yoki birer liderga talpinadi. Bütün aholilar qalaymiqonchiliklardan herib ve tuyup ketkenlikten birer qutquzguchi paydo bo'lib, o'zlarini qutqizib olishni arzu qiladi. Dal shundoq vaqtda ya birer chet el qo'shini keladi, ya birer yerlik guruhga o'tirg'i chiqadi. Ular bir qutquzguchi qiyofatida paydo bo'ladi. Shuning bilan mundaq ikki ishdan biri yuz beradi. Ichki urush yoki tajovuzchilik. Ichki urushning bir misoli Livandan iborat. Livandagi ichki urushni Falastin ozodlik armiyasi sun'iy holda paydo qilgan. Tajovuzchilikka misol bo'ladigan davlatlarmi ko'p. Masalan, Afg'oniston. Bu ikki ishdan birini qilib, erishadigan maqsad butunlay o'xshash. To'rtinchi normallashtirish. Ma resimda ko'rib o'tganimizda qadrli qarindoshlar, irodasizlashtirish, muqimsizlashtirish, krizis paydo qilish, normallashtirishning to'rtinchi bosqichidamiz hozir psixologik urushning normallashtirish, ya'ni keyingi bosqich normallashtirish. Bu yerdagi normallashtirish degan so'z odamni masxara qiladigan bir so'z albatta. 1968-yildagi Chexoslovakiya buning bir misoli. O chog'da shaharlarga tanklar kirib, hamma yerni egildi.
Şunun bilan Sovet təşviqatları və Amerikanın New York Davr Gazeti qatarlıq medialar Çexoslovakiya normallaşdı deb xabar qildi. Bu basqıç kelganda o'z-o'zini huquq urunlarına chiqarib olgan kishi hech qandaq inqilobni kerak qilmaydi. Şuna onun qildigan ishi dal muqimsizlashtirishning aksi bo'ladi. Ya'ni o qurolli kuchlardan foydalanib jamiyatni tinchlantirdi yoki normallashtirdi. Bunun qalamaqanchilik paydo qilishda boshlang'ich rol o'ynagan ijtimoiy faoliyatchilar, o'quvchilar, professorlar, advokatlar va boshqalar yo'q qilindi. Ular ba'zida burunqi o'rinlardan emas, jismoniy jihatdan g'oyib qilinadi. Ularning vazifasi tugab, buningdan keyin ularga hech bir ehtiyoj tushmaganligi uchun ular mushundaq taqdirga uchraydi. Yangidan taxtga chiqqan hukmdor o'z davlatini ekspluatatsiya qilish, xalqni ekspluatatsiya qilish va o'z g'alabasidan huzurlanish uchun normallikqa ehtiyojli bo'ladi. Masalan, 1971-yili Bengalda dal mushundaq bo'lgan. Afg'onistonda mushundaq ishlar yuz berdi. O yerda bir qancha kishilar huquq talashib, bir-birini o'ltirishdi. Afg'onistonda ag'dirmishlikning dastlabki 3 bosqichi yuz berib bo'lgandan keyin Sovet ittifoqi bir harbiy generalni avatib, Afg'onistonni uning qo'liga tutqizdi. Mushundaq ishlar yuz bergan yana bir qancha davlatlar bor. Qisqasi, bu bosqichda inqilobga ish tashlashga, undaq yoki mundaq birlashma yoki uyushmalarga yo'l qo'yilmaydi. Faqat tinchlikqa yoki demokratiyalik erkinlik ve yoki qo'shtirnoq ishida proletariyatlik erkinliklarga yo'l qo'yiladi. 5. mazmun ag'dirmishlikdan o'zini qo'g'dash degan mazmunga qadrli qarindoshlar. Bir yerde ag'dirmishlik yuz berib bo'lgandan keyin u yerning ahvolini ag'dirmishlikdan burungi holatga asliga keltirish intayin zo'r tirishchanliklarni talab qiladi. Hozir Amerika Grenadaga askar kirgizib, o yerde yuz bergan ag'dirmishlikning ta'sirini tozalash yo'lida ish olib beryapti. O yerde ag'dirmishlik amdal yuz berishga boshlaganda uni hech kim to'smadi. Shuning bilan ishlar taraqqiy qilib, ag'dirmishlikning oldingi 4 qadam bosqichining hammasi yuz berib bo'lgandan keyin Amerika bu güzel aral devletke tecavüz kılıp girip, u yerning burun allaqachon Sovet ittifoqining bir harbiy bazasiga aylanib bo'lganligini bayqidi. Bu qatim Amerika u yerga askar kirgizib, o'zining 17 nafar askarini qurbon qildi. Bu haqiqatan bir xil keskin tadbirdir. Nima uchun Amerika Grenadaga ag'dirmishlik ishlar yuz berishdan burun askar kirgizmaydi? Onunga ziyolilar qo'shini yo'l qo'ymaydi. Çünkü onda qilganda Amerika boshqalarning ichki ishlariga aralashib olgan bo'lib qoladi. Amerikadagi ziyolilar Amerikaning boshqalarning ichki ishlariga aralashishni xohlamaydi. Ammo Sovet ittifoqi shunda qilsa, uning bilan kori yo'q. Ag'dirmishlikning 4 qadam bosqichi yuz berib bo'lgandan keyin uni keyniga yandirishning birdan-bir chorasi ag'dirmishlik yuz bergan davlatning ishiga qurolliq aralashishdan iborat. Uningdan boshqa chora yo'q. Agar Amerika başka devletlerine nispeten ag'dirmishlikning krizis paydo qilish bosqichi yoki onundan burunqi bosqichlardan keyinla ish olib borsa, boshqa davlatlarga harbiy qo'shin bilan besib kirmasa bo'ladi. Ammo unda qilishga Amerikadagi medialar va liberalist kuchlar yo'l qo'ymaydi. Unda qilish Amerikaning asosiy qonuniga xilof deb turib oladi. İradasizlashtirish jarayonini to'sib qilish uncha tez emas. Yani təşviqatlarni import qilishni butunlay to'xtatish orqali irodasizlashtirish jarayonini to'sib qolg'ili bo'ladi. Sovet ittifoqining gazet jurnallarining Amerikada xohlagan tarqatilishi, Sovet ittifoqi televizor programmalarining Amerika televizorida xohlagancha qo'yilishi qatorli ishlar butunlay to'xtatilishi kerak. Agar Amerika shunda qildi ekan, Sovet ittifoqi ancha ko'ngliga elib ketmaydi. Uning aksicha ular Amerikaga texmi bakrak hurmat qiladi. Eğer bir devlet zo'ravonlikqa tayinib emas, faqat aktiv holda chet el ideologiyasining o'z davlatiga eqib kirishini to'sadiganlar bo'lsa, o'z xalqining irodasizlantirilishining oldini ola oladi. Men Amerikaning qadimki yaponlarning yo'lini tutishni umid qilmayman. Ya'ni Amerika
o'zining dengiz qirg'iga kelgan chet elliklarni etib tashlamasin bo'ladi. Ammo boshqalar o'zlarining axlat mollarini parqaroq bir narsa qilib ko'rsatib, Amerikaliklarga zo'rlaganda Amerikaliklar yo'q, bizga o'zimizning axlat mollari yetib oshidi deyish kerak. Agar irodasizlashtirish yuz berishdan burun bir jamiyat yetarlik darajada yuqori ong'a, baturlikqa va kuch-qudratga ega bo'lib, chet elning yoki boshqalarning ideyasining o'z jamiyatiga singib kirishini to'sib qola oladi ekan, u holda ag'durmishlikning barliq qadam bosqichlaridan saqlanib qola oladi. Ag'durmishlikdan o'zini mudofaa qilish uchun Amerika poytaxtidagi barliq KGB xodimlarini qo'g'lab chiqarishning hojati yo'q. Uning eng qiyin va eng oddiy bir usuli bor. U bo'lsa-mu barliq jamiyatlarni ularning burunqi dindor jamiyatlik holatiga qaytarib opirishdan iborat. Bu siz qo'l bilan tutolmaydigan, og'zingiz orqali yeyolmaydigan yoki o'zingizning ichiga solmaydigan bir ish. Ammo u jamiyatni yuksaltira oladi hamda jamiyatni o'zining burunqi holatini saqlab mangdira oladi. Sovet ittifoqida bir kompyuter mutaxassisi bor bo'lib, u dindor emas edi. Ammo u sotsialist davlatlarning tarixi ustida intayin cho'nqur ilmiy tadqiqotlar elib borgan. U qurilmasiga ega davlatlarning hammasini sotsialistik yoki kommunistik davlatlar deb atagan. Shuning asosan u mundaq bir narsani o'ttirib qo'ygan. Qadimki Hindiston rayonlari, Misr, Maya va shunga o'xshash yana bir qism qadimki ellar o'z dinlarini yo'qotib uzun o'tmaylar, o'z davlat yoki millatlarini butunlay yo'qotgan. Bu bir oddiy jarayon bo'lib, shu davlat yoki millatlar dindan ayrilgandan keyinla butunlay parchalanib ketgan. Hozirgi zamon ilg'or texnikalari bir jamiyatni parchalanib yo'qolib ketishdan saqlab qola olmaydi. Dunyoda 2 ga 2 ni ko'paysa 4 bo'ladi. Deganga o'xshash haqiqatlar uchun o'z jinini qurbon qilishni xohlaydigan biror odamni topqilib bo'lmaydi. Ammo Xudo uchun o'zining jini, erkinligi, bayoshatlik turmushi va boshqa barliq narsalarini qurbon qilishni xohlaydigan kishilar millionlab tepiladi. Sovet ittifoqidagi yig'ilish lageridagi bir qism dindor kishilar o'ldi. O'zlarini sharafli his qilib turib, jimjit holda o'ldi. Ular boshqalarga o'xshash Stalinning ancha uzun yashamaydiganligini bilib turib, Stalin mengu yashasin deb shuar to'lab turib o'lmadi. Din degan bir xil material emas, ammo u jamiyatni yurishtira oladi va jamiyatning o'zini saqlab minishini kafolatga qila oladi. Uning aksicha, agar biz 2 ga 2 ni ko'paysa 4 bo'ladi deganga o'xshash bir haqiqatni o'zimizning yashash prinsipi yoki o'zimizning hayotiy yetakchisi qildikanmiz, biz shu chaqdala halok bo'lamiz. Gerçi yuqoridagi 2 ga 2 ni ko'paysa 4 bo'ladi degan bayon bir haqiqat bo'lib, dinni biz isbotlab berolmasakmi, amaliyotda biz yuqorida aytganimizdek bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, Erkençlik akımızınki 5. kısım kitabı bo'lgan G'oliblarning xarakteri va saboqlari degan kitobdan tadbiriyay sin darslarining 3-sida psixologik urushning 4 qadam bosqichi degan maqolani o'qiyotimiz. Hozir Istanbulda azan o'qildi. Bizning bu maqolani tugatishimizga nihoyat oz qoldi. Sabringlarni tilayman. Demak, ideologiya jihatdagi ag'durmishlikdan o'zini mudofaa qilish usuli intayin oddiy. Siz kishilarni miltiq bilan atmasingizmi bo'ladi. Boshqalarning qo'mondonlik markazlarini boshquradigan bombalar bilan bombardimon qilmasingizmi bo'ladi. Sizda faqat bir xil e'tiqod bo'lsa kifoya. Agar sizda e'tiqod bo'ladigan, boshqalar sizga ag'durmishlik qila olmaydi. Siz boshqalar elib borgan ag'durmishlikning qurboni bo'lib qolmaysiz. Judo texnikasi bo'yicha qaraganda, agar siz boshqa birisining yuziga bir musht otadigansiz, o kishi yuzini bir yoqqa elib olib, sizning biligingizni tutib oladi. Shunlashqa boshqalarga musht atmay, o'zingizni sizdagi ruhiy kuch va axloqiy ustunlik bilan qo'g'dang. Agar sizda unda kuch yo'q bo'ladigan, vaqt sarf qilib, uni yetildiring. Ag'durmishlikdan o'zini qo'g'dashning birdan-bir usuli ana shu. 6-mazmun oxirgi so'zga qadrli qarindoshlar,
Erkinkamning oxirgi so'zini tinglab baqilib. Men 1965-yili boshlang'ich 1-yillikda o'qishni boshlagan bo'lib, uningdan keyingi 10 yil jarayonida yurtimizda yuz bergan madaniyat zo'r inqilobining har xil hodislarini bevosita ko'rgan hamda uning ta'siriga bevosita uchragan edim. Bo'lib o'rta maktabda chiqqandan keyin o'qituvchilarni kurash qilish ishlarining ichiga kirib qolgan hamda o'qituvchilarga qilingan noxushchilik kallamdan o'tmay, izchil turda ba'zida oshkora, ba'zida yushirin holatda o'qituvchilar tarafida turgan edim. O'qituvchilar o'tgan darslarni yolg'iz menla anglayotganga o'xshaydigan ahvollarga ko'rilgan edi. Ishni ochib qo'yib, maktab boshqarish siyosatining ta'sirida to'liqsizning 3-yilligidan boshlab to'liq o'ttirini bitirguncha asosan kasbiy darslarni o'qimay, o'z vaqtimizni zavod, yeza va maktabning yezigilik maydonlarida o'tkazgan edik. Men mazkur leksiyani anglagandan keyin madaniyat zo'r inqilobida yuz bergan ahvollar mushu leksiyada bayon qilingan og'dirmishlikning 4 qadam bosqichi bilan asosan o'xshib ketadiganligini his qildim. Bu usullar ayni vaqtda Sovet ittifoqidan ko'chirib akirilganmi emasmi, men uni bilmayman. Ayni vaqtda Uyg'ur diyorida yuz bergan ahvollardan men dematlik va mendan yeshi cho'ng ota-onalar nihoyat yaxshi xabardor bo'lib, men ashu ota-onalardan mazkur maqolani o'qiganda ashu vaqtdagi ishlarni o'zlarining bolalariga azroq so'zlab berishini umid qilaman. Meningcha shunday qilishning mazkur maqolaning mazmunini yaxshi tushunib olishga zo'r foydasi bor. Men o'zim burun tayyorlagan Yahudilar ve Yapunlar haqidagi 4 parcha maqolada e'tiqodning roli haqida xeli ko'p to'xtalgan edim. Yuri Bezmonovning leksiyasidagi bir qism mazmunlar men burun bayon qilgan e'tiqodning roli haqidagi mazmunlar bilan nihoyat obdan moslashadi ekan. Shunlashqa o'qirmanlardan mazkur maqolani o'qiganda uni men burun bayon qilgan mazmunlar bilan birlashtirib o'ylab beqishni so'rayman. Yine bir resim bakken, kadarlı qarindoshlar. Bunun da şu Yuri Bezmenov o'z leksiyasida ishlatgan og'dirmishlikning 4 bosqich haqidagi bir varaq ingliz tushundirish. Inglizcha biladigan qarindoshlarning foydalanishi uchun uni bu yerga kirgizib qo'ydim. Bu rasmda ko'rsatilishicha irodasizlantirish 15-20 yil, muqimsizlantirish 2-5 yil ve kriz paydo qilish 2-6 ay davom qiladi ekan debdi qadrli qarindoshlar. Foydalanish materiallari to'g'riliqmi referenslarini beribdi. Shunda qilib Erkin Sidiq akamizningki 5-qism kitob bo'lgan g'oliblarning xarakteri va saboqlarini degan kitobidagi psixologik urushning 4 qadam bosqichi tugudi mishada tadbir yay sin derslerini anlab berganlar uchun rahmat. 3-dersimiz tugudi. 4-dersimizde inşallah psikologik urushningki o'xshamagan turlari degan mazmunni birlikda o'rganib o'tamiz. Alloh shu kunlarga nasib qilsin. Hammanglarning ishiga o'ngishlik tilayman. Ko'ngliga xotirjamlik, oilasiga baxt saadet tilayman. Allah'ның o'ziga emanet bulunglar. İstanbul'dan Abdülaziz Beştoğrak sizlarga bu maqolani o'qib berdik. Birlikda o'rgandik. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.